Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimiz mayda qizartirilgan cho'rik to'xup ochiq pishirish o'yinimizda. Oldi bilan buning kerakli materiallar bilan tanishib o'tamiz. Oldi bilan muvofiq miqdorda to'xup ochiqiga biz birinchi bosqichda bo'lsa, shu to'xup ochiqining har bir orliqlarga pichoq uraymiz. Bunday qilishimizga sabab shu tamtid qo'llar to'xup go'shtiga yog' singish uchun mushkul holatda pichoq urib olsanglar bo'ldi. Ondan bo'lsa tuzni muvofiq miqdorda, orqadan uva qizilmish uni ham, ondan kebab uchun qarmush, orqadan qiyiq, tatli holatga qiyiq, ondan ma bo'lsa samsoq, zanjil, piyozning mashu uva holatga, ya'ni mashalat izvog'ini ham, orqadan qo'noq kraxmali medium fan, ondan bulk o'q, ya'ni miyanbao kang, buni ham shu pishiriq do'konlari sotadi. Orqadan 2 tal tuxum chaqvilangan xonimlar. Shu materiallar bilan bu to'xup ochiqini hozirlab chiqamiz xonimlar. Oldi bilan birinchi qadamda biz tayyorlab olgan qurqachimizga qiyiqni to'kib olamiz. Orqadan samsoq, zanjil, piyozning aralashmasini to'kib olamiz. Buni aralashtirib oldik. Endi biz tuzni muvofiq miqdorda to'kib olamiz. Orqadan uva qizilmish un to'kib olamiz. Ochiqroq yeyishni xohlasanglar, uva qizilmish unning miqdorini ko'paytirib to'ksanglar bo'ldi. Ondan kebab uchun uni bilan qarmushni to'kib olamiz xonimlar. Buni to'kib bo'lgandan keyin yaxshi aralashtirib o'tamiz. Buning tuz ta'mlarini o'zingiz yetib baqsanglar bo'ldi. Aralashtirib tayyorlab oldik. Mana shu holatga suyuqlik tayyor bo'ldi. Endi har bir to'xup ochiqini shu tayyorlangan suyuqlikqa yaxshi milib olamiz xonimlar. Mana xonimlar, to'xup ochiqlarini barliq materiallarga yaxshi milab tayyorlab oldik. Buni og'zini yopib turib, to'g'anoqning sovuq saqlash bo'limiga 1 soat yoki 2 soat qo'yib qo'yamiz, tam yog' singish uchun. To'xup ochiqni bir soat tamamlab oldik xonimlar. Endiki bosqichimizda buni shu materiallarga milib olamiz. Eng boshda bo'lsa, uni milib olamiz xonimlar. Yana qo'noq kraxmali medium fana, mushunga ham yer chaplashqadek holatda milib olsanglar bo'ldi. Orqadan chiqabilangan tuxumning oq sariqini milib olamiz. Buni milab bo'ldik. Endi miyanbao kang, ya'ni bulk o'qini milib olamiz. Barliq to'xup ochiqlarni mushkul holatda milab tayyorlab olsanglar bo'ldi. Mana mushkul holatda yer chaplashtirib olamiz. Endiki bosqichda qozonga muvofiq may qo'ygandan keyin mayni normal darajada qizdirib olamiz xonimlar. Normal darajada qizdirib oldik. Endi to'xup go'shtini birdan sepib turib, sarg'aygach pishirib olsanglar bo'ldi. O'tinglar bek kuchli bo'lib ketmasin, to'g'rik o'tib pishiramiz. Bo'lmasa, ichi pishmay, ichi sag'irib ketib qoldi xonimlar. Shunda aralashtirib turib, o'rib turib pishirib olsanglar bo'ldi. Mana azizlar, nihoyat yeyishlik, chürük bo'lgan to'xup ochiqimiz tayyor bo'ldi. Hammalar oilasini opiqanglar, bolalar, cho'nglar, har qanday yoshliklar intan yoqtirib yeydi. Bugungi darsimiz tamom. Kelar sanatga yangi darslar bilan yuz ko'rishgacha omon bo'linglar.